Assalomu alaykum. Hurmatli Nihola Tursunzoda kanalining obunachilari. Mana bugun biz Toshkent shahridamiz. Gidroponika usulida baliqlar rizqi yetishtirish bo'yicha ba'zi bir agrotexnikalarini aytib o'tamiz. Mana agronomimiz Muzaffar aka Hasanov. Assalomu alaykum. Muzaffar aka mana yilning oxiri dekabr oyi mana baliqlarimiz pishib o'tibdi. Bu qish vaqtida gidroponikada qanday yetishtirish sirlarini aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda endi buni talab qiladigan nimalari, birinchi e'tibor beradigan talablari, ya'ni buni farmirovkasida va ildizda to'g'ri sug'orish olib borish. Endi birinchi masala hammasidan ko'ra suvni to'g'ri berish hisoblanadi hozirgi kunda. Birinchi uni farmirovkaga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turganlar bu yuqa po'choq bolgarskisi, ya'ni bunda farmirovka qanday qilinadi? Har bir bo'g'imda mana bo'g'imda bitta gul va bitta shox chiqaradi. Mana shoxdan 1, 2, 3 tagacha bo'g'imgacha meva olsa bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun? Yuqa po'choq bu bolgarskiy 60 grammligidan to 80 grammgacha bo'lgan uzilgan hisobiga, mayda bo'lgan hisobiga shoxni uchidagidan hosil olganda ham bu demak bu deformatsiyani yo'qotmaydi, mayda bo'lib qolmaydi. O'zi maydasi bozorda yaxshi o'tadi. Shuning uchun ko'proq yon shoxdan olsa ham bo'ladi. Endi qizil va sariq bolgarskimizda bu holat qo'llab bo'lmaydi. Ya'ni nima uchun? Qizil bolgarskida e'tiborli tarafi asosiy shoxdan chiqqan gul, mana asosdan chiqqan mana. Mana shu birinchi sort bo'ladi. Yon shoxdan chiqqan ikkinchi bo'g'im, ya'ni mana shu yerda. Bu ikkinchi sort bo'ladi. Birinchi sortga bormaydi. Ya'ni maydaroq bo'ladi. Uchinchi bo'g'imdan chiqadigani bu 3 tur o'tib ketadi. Shuning uchun nima qilish kerak? Uni farmirovkasida mana bitta o'zi chiqadi. Ikkinchi bo'g'imdan ham mana ikkinchi bo'g'imdan gul qoldirdik. Uchinchi bo'g'imni olib tashladi mana bunday qilib. Bu qizil va sariq bolgaslarda. Vedrandada esa 3-bo'g'imdan ham, даже 4-bo'g'imdan olsa bo'ladi. Ya'ni erta uzilgan hisobiga. Bir farmirovkasi xuddi shunday. Keyingi masala bu qishki kunda eng e'tibor beradigan narsasi bu to'g'ri qo'yilgan sug'orish sistemasi, ya'ni bunda. Ya'ni qishda sug'orish sistemasidan adashadigan bo'lsa, bu fuzoriozga juda kuchli uchrab qoladi, ya'ni kuchli chirish yuzaga keladi. Sug'orish qanday amalga oshirish kerak bulut kunlarda? O'zi doimiy ravishda bundan 30% drenaj chiqish kerak degan qoidasi bor. Ya'ni bu quyoshli kunlarda agar shu qoidaga binoan bulut kundan ham chiqarib boradigan bo'lsak, masalan uchun bir hafta yomg'ir, qor, quyosh chiqmaydigan bo'lsa, har kun 30% chiqaradigan bo'lsak, unda matni ichida kislorod yetishmovchilik hisobiga ildiz chirish kasalligi kelib chiqib qoladi. Ya'ni u bir marta qilingan xatoda emas, takror kunda 30% chiqaradigan bo'lsa, o'sha suv tortilmagan hisobiga ildiz bulut kunda ildiz atrofida anaerob, ya'ni kislorod sharoit bo'lib qolgani uchun ya'ni fuzorioz kasalligi kelib chiqadi. Endi bu fuzorioz kasalligining kelib chiqish asosiy sababi o'zi birinchisi kislorod yetishmovchilik bo'lsa, ikkinchi matni esis hisoblanadi. Ya'ni tuz konsentratsiyasini ko'tarilganligi hisobida chiriydi, ya'ni. Agarda shuni agar to'g'ri yo'nalishda olib boradigan bo'lsa, matni esisini ko'tarmasdan sug'orish sistemasi to'g'ri yo'lga qo'yilgan holatda olib beriladigan bo'lsa, ildiz chirimasi mana dekabr oyi, mana hozir 23-dekabr. Bu ko'chatlarimiz 25-avgust kuni ekilgan. Mana shu holatda 25-avgust ekilgan, mana shu bo'yiga keldi. Mana shunday hosildorlikka hozir kunda bor. Ya'ni hozir o'simlik uchun eng noqulay payt hozir. Kun juda ham qisqa, quyosh juda ham kam, yorug'lik o'ta kam. Shuni hisobiga o'ziga shu kunlarga mos chora-tadbirlar ko'rib chiqish kerak, ya'ni. O'shandagina dekabr oyida hosil olish mumkin. Ya'ni bu oylarda qilingan xatolar kechirilmaydi, uncha-munchaga ehtiyot bo'lish kerak. Boshqa oylar, mart oylarida o'simlik o'zi ham kurashib ketaveradi. Men stressga boshqasiga. Hozir tashqarida o'z ko'rib hammasi uxlagan davr nimalarda, o'simliklarda. Buni faqat hozir aminokislota bilan sepib turib va to'g'ri yo'nalishda oziqa bilan va to'g'ri gradus ushlab holatda yana hosil olish mumkin, ya'ni. Chora-tadbirlar shunday. Hozirgi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi o'rinda gradusga, ikkinchisi to'g'ri sug'orishga, uchinchisi farmirovkaga. Uchalasi to'g'ri olib borsa bo'ldi.
Keyin barg olishda ham juda ham ehtiyot bo'lish kerak qishki kunida. Katta stressga tushadi. Stressdan chiqish davri qishki kuni dekabr oylarida 1 oy to'g'ri keladi. Ma aprelda xato qildingiz, stressga tushirdingiz, bir hafta 10 kun chiqib ketadi. Lekin dekabrda xato qildingiz, ko'p barg olib qo'yildi yoki ko'p shoxsinlar qo'yildi, bu chiqish 1-1,5 oy chiqib ketadi. Daji ko'p ketib qolishi mumkin. Stressdan chiqish davri ya'ni hisoblanadi. O'shaning uchun dekabr oylarida qilinayotgan tadbirlarga juda ham e'tiborli bo'lish kerak va aniqlik talab etadi ya'ni.